Diqqat, bizda tezkor xabar. Istanbulda 6,2 magnitudali zilzila sodir bo'ldi. Batafsil videoda. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'ling va videolarimizga like bosing. Izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring. Bir-biringizga hurmatli bo'ling va haqorat qilmang. Biz boshladik. 3 aprel kuni mahalliy vaqt bilan soat 12:49 Turkiyaning Istanbul shahrida 6,2 magnitudali zilzila sodir bo'ldi. Bu haqda Turkiya Favqulodda vaziyatlar va tabiiy ofatlar boshqarmasi saytida ma'lum qilindi. Qayd etilishicha, katta vahima uyg'otilgan zilzila taxminan 10 soniya davom etdi. Bu Silivri tumanida sohilda sodir bo'ladi va zilzila qo'shni viloyatlarda ham sezilgan. Turkiya ommaviy axborot vositalariga ko'ra, ayni damda ham zilzilalar davom etmoqda. Zilzila epimarkazi 6,9 kilometr chuqurlikda joylashgan. Rasmiy idoralar xalqqa ogohlantirish bilan chiqib, imkoni boricha ehtiyot bo'lishga chaqirgan. Ayni damga qadar qancha odam zarar ko'rgani qurbonlar haqida ma'lum qilinmagan. Qolaversa, O'zbekistonning Istanbul shahridagi bosh konsulxonasi ham barcha Turkiyada yashayotgan fuqarolarni ogohlantirgan. Barchangizga tinchlik va omonlik tilaymiz. Alloh o'z panohida asrasin, deyiladi xabarda. Shu bilan yangiliklarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling va videoroligimizga like bosing. Izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring.